Yoshingiz sal o'tib boravergandan keyin shu faqat sal uyingizdan uzoqlashsangiz qarindoshlarni sog'inadigan, do'stlarni sog'inadigan bo'lib qolar ekansiz. Mana bugun taqdir taqozosi bilan ish yuzasidan Toshkentga kelganmiz. Seminarga, 3 kunlik seminarga yotoqxonada bugun shu do'stlarni sog'inganingizni, bir kun bo'lsa ham uyingizni sog'inganingizni sizga tushib qolar ekan. Shuning uchun aytar ekanda, hech narsa shirinmas do'stning so'zidan. Hech narsa porloqmas do'stning ko'zidan. Hech narsa issiqmas do'stning qalbidan. Hech narsa azizmas do'stning qadridan. Do'stlik bilan ochilur gullar. Do'stlik bilan sayrar bulbullar. Do'stlik bilan yayrar ko'ngillar. Do'stlik bilan oboddir ellar. Do'stlik o'xshar ko'proq sevgiga. Do'stlik uchun ayrilmoq mahal, do'stlik so'zin yetsang to'biga. Sevgidan ham qimmat ehtimol. Jahonning shodligi yig'ilsa butun. Do'stlar didoridan bo'lolmas ustun. To'lar g'am g'ussaga dilning kosasi. Qadrdon do'stlardan ajrashgan shukun. Ha do'stlar, hamisha biz bilan birga bo'lgan do'stlarimiz, bizni duo qilib turadigan qo'mi qarindoshlarimiz, jigarlarimiz hamisha sog' omon bo'lsin. Hammani yaxshi niyatlar bilan erta tongdan uyg'otib, albatta ishlarini barakatlarini bersin, sog'ligini bersin. Insonni bir-biriga bo'lgan mehri hech qachon yo'qolmasin. Nasib bo'lsa, mana 3 kun seminardan keyin borib turib, yana yorug' yuzlar bilan, issiq mehrlar bilan uchrashish har birimizga nasib ro'za aylagan bo'lsin. Yana bir bora hammalaringizning xonadonlaringizga tinchlik, totuvlik, sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Nimaiki niyatlaringiz bo'lsa, amalga oshaversin. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Yaxshi kunlaringiz, yaxshi davralaringiz hamisha sizlarga yor bo'lsin. Ko'rishguncha.